mashinani olganimdan уже birinchi kunni o'ziga 3 ta radarga tushganman. Sekin-sekin har kuni shtraflar kelishni boshlagan. Xat kelarkan, keyin xatni ko'rdim, chiroyli konvertda rasmlari bor, уже keyin kolleksiya yig'ishga o'tdim. To'plab shu mashinamni olib yuraman. Har ko'rganimda o'zimga motivatsiya bo'ladi. Buni mashinaga qarab. Ben zaten gap. Kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda qancha? Men o'g'irlik qilsam ko'proq. Men halol mehnat qilsam 150 ming. O'g'irlik ham qilib turasiz. Qilaman ha. Qizlar yuragini o'g'irlayman. Bir marta viu dedi, to'xtadi. Ikkinchi marta viu dedi-da, paq dedi-da, var aytib svetini yaxmasdan mashina manaqa qarab turardi, manaqa qarab turgan, mashaq qarab ketaverdi. Mahfuratxon tanishsak bo'ladimi? Bir morojni yegani boraylik. Morojni ber desangiz beraman, soxot ber desangiz beraman, ko'ylak ber desangiz beraman, tafchika ber desangiz beraman, mashina ber desangiz beraman, samolyot desangiz samolyot beraman. Bu ko'p karimiz ota-bobodan qolgan o'yin. Bu hech nima bermaydi. Bu bir nosti kayfidagi kayf. Endi men ko'zimdagi qiz aytadigan bo'lsam, semiz bo'lsa-da, iloji bo'lsa soch yo'q bo'lsa, mazzada, keyin yuzi to'la sepkil bo'lsa. Ha? To'g'ri, men xursand bo'ldim deyapman. Haqiqatda siz juda o'qimishli odamsiz. Ko'rinib turibdi. O'qimishli emasman, men tuppoyman. Meni tuppoy deyishadi hamasi. Siz tuppoy ekansiz.